Urgutliklar diqqatiga. Urgut City'ning oldida Sof tabib nomli giyohlar do'koni ochilganligi haqida xabaringiz bormi? Sof tabib do'konidan siz 100 dan ortiq turdagi kasalliklar uchun tabiiy natural giyohlarimizdan olishingiz mumkin va undan tashqari bu yerda farzandsizlik bilan siylanayotgan aka-ukalarimiz uchun ajoyib bo'lgan xurmo changlari va tabiiy quvvat beruvchi jensherlarimiz mavjud. Bu yerda ko'rishingiz mumkin 10 xildan ortiq tabiiy asallar va yana bu yerda chaqchuqlarimiz ham mavjud va undan tashqari bu yerda meva sabzavotlarimiz ham mavjud. Bu yerda ko'rishingiz mumkin tabiiy 100% toza giyohlarimiz mavjud. Bu yerda mana kigotidan tortib, qaraduba, undan tashqari Eron barbarisi, barcha turdagi quritilgan giyoh vositalarimizni topishingiz mumkin. Qo'limda turgan achchiq bodom yog'i va shotif sirkasi. Bu yerda 120 dan ortiq turdagi moy mahsulotlarimiz bor va hattoki bizadan ko'rishingiz mumkin xurmo sirkasini ham topishingiz mumkin. Barchalaringni Sof tabib nomli giyohlar do'konimizda kutib qolamiz. Manzilimizga keladigan bo'lsak, manzilimiz Urgut City'ning oldida joylashgan, svetoforning oldiginasida Sof tabib nomli giyohlar do'koni.